Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. O'tgan videomizda kasb tanlashda otalarning qilgan xatolari haqida gapirib o'tgan edik. Bu videomizda bu xatolarni yechimlari haqida gapirib o'tamiz. Farzandlarimizning qobiliyatini va salohiyatini aniqlashda 4 ta asosiy qoidalari bor. Kuzatish, solishtirmaslik, majburlamaslik va sinab ko'rishga imkon berish. Yuqoridagi qoidalarni 3 xil usul bilan yoritib beramiz. Birinchisi bu jismoniy qobiliyatni aniqlash, ya'ni farzandimizni jismoniy ko'nikmalaridan, jismoniy tuzilishdan biz qobiliyatni aniqlaymiz. Ya'ni misol uchun agar farzandlarimizning bo'yi baland, qo'llar uzun, oyoqlar uzun bo'lsa, albatta bulardan yaxshi suzuvchi, yaxshi basketbolchi va voleybolchi kabi sportchilar yetishib chiqadi. Keyingisi emotsional, ya'ni hissiy qobiliyatni aniqlash. Bu deganda farzandimiz misol qilganda tillarga bo'lgan moyillik. Ya'ni agarda bir tilni tez o'zgartirsa, misol uchun erta yoshdan boshlab gapirib ketsa. Shuna farzandlar bo'ladiki, 3-4 yoshdan gapirishadi. Ayrimlari 1 yoshdan gapirib ketadi. Ya'ni bunda shu poliglot, ya'ni bulardan yaxshi tilshunos chiqadi. Yana bir faktor bu ko'p gapirish. Ko'p gapiradiganlardan masalan aytish mumkin, yaxshi jurnalist chiqadi. Keyin ya'ni emotsional deganda og'ir bosim, ya'ni kam gapirib, ko'p eshitib, fikrlash bo'ladigan bo'lsa, bulardan yaxshi psixolog, shunaqa kasb egalari chiqadi. Uchinchisi intellektual salohiyatni aniqlash. Intellektual salohiyatni aniqlash uchun biz ikkita omilga urg'u berishimiz kerak. Ya'ni birinchisi bu gumanitar fanlar, ikkinchisi bu aniq fanlar. Bu nima degani? Ya'ni aniq fanlar deganda agar farzandlarimiz maktab davrida fizika, matematika kabi fanlarda qobiliyat yuqori bo'lsa, salohiyat bo'lsa, bu degani bularda kelajakda yaxshi buxgalter va iqtisodchi yetib chiqadi. Agarda gumanitar fanlar bo'yicha qobiliyat yuqori bo'lsa, gumanitar fanlarga nima kiradi? Bu tillar, bu adabiyot, bu tarix kabi fanlar. Ya'ni bulardan yaxshi tarixchi, yaxshi tilshunos, siyosatshunos kabi kasblarni egallay olishadi. Shuning uchun biz shu narsaga juda ham ahamiyat berishimiz kerak. Ko'p otalar qanday xato qo'yishadiki, bu narsaga e'tibor berishmaydi. Ya'ni fizik, matematikaga qobiliyati past farzandlarimizga o'sha bo'yicha repetitor qo'yamiz. Pul sarflaymiz, majburlaymiz. Farzandimiz o'zi majburlaydi va o'z navbatida ertaga ulardan bu sohaning egasi yetib chiqishga juda ham kam imkon bo'ladi. Shu sababli biz farzandlarimiz bilan ko'proq muloqotga qilishimiz kerak. Endi xulosalarga keladigan bo'lsak, bilamizki maktablarda ota-onalar majlisi bo'lib o'tadi. Bu yangilik emas. Tan olishimiz kerak, bu ota-onalar majlisiga hammamiz ko'p holatda majburlikdan boramiz. Agar bormay qolsak, sinf rahbari yoki o'qituvchilar bizga aloqaga chiqishadi, gap eshitamiz, shunaqa deb o'ylaymiz. Vaholanki nimagaki biz o'zimiz qiziqmaymiz. Oyigami, haftasigami bir marta vaqt ajratib, o'sha o'zimiz yuzma-yuz borib, so'rab, qaysi fanlardan farzandimizni o'zlashtirish qanaqa fanlarga qobiliyat ko'proq. Shu oddiy bir jihatlarga biz ahamiyat bersak, farzandimizda bo'lgan sekretni, ya'ni maxfiy bir qanaqadir qobiliyatni ham ko'rishingiz mumkin. Yana shuni ta'kidlashimiz lozimki, 4-qoidalarimizdan biri, ya'ni sinab ko'rish, imkon berish deganda farzandimiz ko'p uyali aloqa foydalanganda biz ko'pincha taqiq qo'yamiz. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri, chunki bu zreniya oladi, ya'ni ko'zi pasaytiradi. Balkim farzandimiz shu IT sohasiga, ya'ni o'sha kompyuter sohasiga bo'lgan qiziqishi bordir. Bu degani kelajakda shu sohada yaxshi kasb egasi bo'lishi mumkindir. Shuning uchun ayrim hollarda bir farzandlarimizga qaysidir ma'noda imkon berishimiz kerak va bu imkon berishimiz albatta nazorat ostida bo'lishi kerak. Shuning uchun ham agar farzandlarimiz ko'p telefondan foydalansa, bu narsani sinov tariqasida biz qo'yib berishimiz kerak, imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Albatta nazorat ostida aytib o'tganimizdek. Hurmatli ota-onalar, agar videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin va albatta obuna bo'lishni unutmang.